Xorazm viloyatida soliq mobil ilovasi orqali ro'yxatdan o'tib, o'zini o'zi band qilgan fuqarolar soni 121 ming nafardan oshdi. Buning evaziga yuzlab oilalar daromadga, fuqarolar esa pensiya ta'minlash uchun rasmiy stajga ega bo'ldilar. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bugungi kunda aholi bandligini ta'minlash va real daromadini oshirishda o'zini o'zi band qilish tizimining yo'lga qo'yilgani fuqarolar uchun qulaylik tug'dirmoqda. Sohalar kesimida tahlil qilinsa, viloyatimizda maishiy xizmatlar sohasida 27653 nafar, qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha xizmatlarda 32401 nafar, sanoat yo'nalishi bo'yicha xizmatlarda 10141 nafar, ijtimoiy yo'nalishlar bo'yicha xizmatlarda 38558 nafar fuqaro o'zini o'zi band qilgan. Shuningdek, xalq iste'moli mollari ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatishda 9167 nafar hamda axborot kompyuter texnologiyalari sohasida 3146 nafar fuqaro ro'yxatdan o'tgan. Prezidentimizning tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan bugungi kunda 100 dan ortiq faoliyat turlarini o'z ichiga oladi. Urganch tumanida joriy yilning 27-noyabr holatiga o'zini o'zi band qilgan shaxslar 12 ming nafardan ortiqni tashkil qiladi. Sohalar kesimida tahlil qilinganda maishiy xizmatlar yo'nalishi bo'yicha 2672 nafarni, qishloq xo'jaligi yo'nalishlari bo'yicha 2703 nafarni, sanoat yo'nalishlari bo'yicha 729 nafarni, ijtimoiy yo'nalishlar bo'yicha xizmatlar 4395 nafarni, xalq iste'moli mollarini ishlab chiqarish xizmatlar yo'nalishi bo'yicha 1171 nafarni, axborot kommunikatsiya yo'nalishlari bo'yicha 507 nafar fuqarolar ro'yxatdan o'tgan. O'zini o'zi band qilgan shaxslar mehnat staji hisoblanishi uchun ixtiyoriy ravishda bir yilda bir marotaba bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobar miqdorida ijtimoiy soliq to'lashlari mumkin. Urganch tumanida ham o'zini o'zi band qilgan shaxslarning soni o'tgan yilga nisbatan ancha oshdi. Keyingi yillarda davlatimiz tomonidan mehnat bozorida ishsiz fuqarolarga ko'maklashish va qo'llab-quvvatlash, ish izlayotgan insonlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar o'zining ijobiy samarasini ko'rsatmoqda. Joriy yilning o'tgan davrida o'zini o'zi band qilish hisobiga 57 ming, yakka tartibdagi tadbirkorlik hisobiga 6 ming, yangi korxonalar tashkil etish orqali 3400, dehqon xo'jaliklari hisobiga 14 ming nafar aholi o'z biznesini boshladi. Ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga o'qitish va bandligini ta'minlashda hududlarda ham kasb-hunarga o'qitishga alohida e'tibor qaratilgan. Prezidentimizning ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan tizimda tikuvchilik, oshpaz qandolatchi, ayollar sartaroshi, zamonaviy pardalar tikuvchi va dizayneri, yosh bolalar uchun enaga tarbiyachi yordamchisi, kichik mutaxassislar tayyorlanib, o'zini o'zi band qilgan fuqarolar mehnat bozorida o'z o'rniga ega bo'lishmoqda. Bularning barchasi fuqarolar bandligini ta'minlash hamda daromadini oshirishga xizmat qiladi.